Ba'zi qismlar voqeasi bilan emas, yurakka tashlagan og'irligi bilan esda qoladi. Mana shu qism ham aynan shunday bo'ldi. Hammaning og'zida boshqa gap bo'lsa ham, aslida bu safar eng dahshatlisi ko'rinib turgan janjal emas edi. Eng dahshatlisi ichida yonib, yuzda sezdirmay yurgan odamlarning sinishi, bir-biriga ayta olmagan gaplari, kechikib kelgan pushaymoni va hali portlamagan sirlar edi. Shu qismni diqqat bilan ko'rgan odam bitta narsani aniq his qildi. Endi bu oilada ham, bu biznesda ham hech narsa avvalgidek qolmaydi. Chunki har bir so'z, har bir qarash, har bir sukut ortida uzoq vaqt davomida yig'ilib kelgan narsa bor edi. Endi esa o'sha narsa yorilish arafasida turardi. Qism boshidanoq tahqirning nafasi urildi. Ko'chada qolish, buyumlarni yig'ishtirish, qarz, uyatdan yerga kirish hissi. Bular oddiy maishiy muammo emas. Bu qahramonlarning ichki holatini sindirish uchun yozilgan sahnalar edi. Kimdir faqat pulini qaytarib olmoqchi bo'lib kelgandek ko'rindi. Lekin aslida bu kelish odamning qadrini ham qaytarib olmoqchi bo'lgan yurish edi. Uy degan narsa devor emas, insonning sha'ni. O'sha sha'an silkingan paytda qahramonlar endi muhabbat bilan emas, zarurat bilan yashashga majbur bo'layotgani bilinib qoldi. Qahramonlarning ko'zlarida o'sha kuni boshqa bir narsa bor edi. Ular uzoq vaqt davomida yashirib kelgan ojizliklarini endi yashira olmasligini anglagan edilar. Eng alamlisi shuki, ular o'zlarini emas, bir-birlarini ayblashda davom etishardi. Eng nozik nuqtalardan biri shundaki, biz bu qismda tashqi qashshoqlik bilan ichki qashshoqlik yonma-yon ketayotganini ko'rdik. Bir tomonda ijara, ovqat, ro'zg'or, ikkinchi tomonda kechirilmagan alam, yutilmagan haqorat, aytilmagan e'tirof. Shuning uchun Farhod bilan Nozima atrofidagi sahnalar yengil tuyulsa ham, tagida katta fojia bor. Alohida chiqib ketish romantik erkinlik emas, sinovning boshlanishi ekanini qism juda aniq ko'rsatdi. Farhodning ishdan keyin charchagan holda uyga qaytishi, Nozimaning esa hech qanday ro'zg'or tajribasiz birinchi marta qozon ko'tarishi. Bu sahnalar juda oddiy ko'rindi, lekin har bir harakat ortida og'ir nafas bor edi. Nozimaning oddiy ro'zg'orni ham bilmasligi bejiz qo'yilmagan detal. U qo'lidagi piyolani ehtiyot bilan stolga qo'yarkan, uning barmoqlari biroz qaltirardi. U hali hayotni tushunmagan edi. Bu qiz muhabbatni tanlagan, lekin hayotni hali tanimagan. Farhod esa endi faqat sevuvchi erkak emas, boquvchi, sabr qiluvchi, qutqaruvchi erkakka aylanmoqda. Ana shu o'zgarish keyingi qismlarda ularning orasida yangi taranglik tug'diradi. Chunki sevgi, qashshoqlik bilan sinalganda, erkalik eng birinchi bo'lib ko'zga botadi. Nozima bir kuni Farhodning ko'zlarida o'sha charchoqni ko'rib qoladi va o'sha zahotiyoq uning yuragi nimadir noto'g'ri ekanini sezadi. Lekin u gapira olmaydi. Chunki gapirsam, hamma narsa qulab tushadi deb qo'rqadi. Nozimaning o'zini oqlashga uringandek ko'rinib, aslida asta-sekin ichidan yemirlayotganini ko'rish juda og'riqli edi. U qaynonasiga yetgan zulmni endi kech tushunayotgan ayolga aylandi. Bu juda kuchli psixologik burilish. Bir sahnada Nozima yolg'iz qolib, qo'lidagi fotosuratga uzoq tikiladi. Uning ko'zlarida yosh yo'q, faqat bo'shliq bor. U o'zi qilgan ishlarni birma-bir eslaydi va har bir eslaganida yuzi biroz o'zgaradi. Oldin u faqat o'zini haq deb bilgan bo'lsa, endi o'zini aybdor his qilyapti. Eng achinarlisi, haqiqatni vaqtida tushunmagan odam keyin yillar bilan tovon to'laydi. Qism aynan shu fikrni juda og'ir qilib berdi. Nozimaning bu holati bizga shuni anglatadi. U endi avvalgi manmaniylik bilan yura olmaydi. U o'zini jazolash bosqichiga kirgan. Shunday odamlar esa keyin ikki xil yo'lga kiradi. Yo butunlay pishib, boshqacha inson bo'ladi, yo pushaymonini noto'g'ri qarorlar bilan yanada chuqurlashtiradi. Menimcha Nozima endi ichki o'zgarish yoqasiga kelib qolgan. Lekin bu o'zgarish undan juda katta qurbonlik so'raydi. U kechalari uxlay olmay, shiftga tikilib yotarkan, yonidagi Farhodning bir tekis nafas olishini eshitadi va o'zini juda yolg'iz his qiladi. Bu qismdagi eng xavfli chiziqlardan biri esa ofis va hisobotlar atrofidagi sir bo'ldi. Tashqaridan qaraganda bu oddiy ish masalasidek ko'rindi. Aslida esa bu yerda katta fosh bo'lishning hidi bor. Ayniqsa kompyuter parolini bermaslik, o'zi borib ochib berishga shoshilish, haqiqiy hisobot ko'rinib qolishidan qo'rqish, bularning bari
bir narsani aytadi. Moliyaviy o'yin allaqachon boshlangan. Ofis ichkarisidagi bir sahna bor. Hamma chiqib ketgan. Soat kechasi 2 bo'lgan. Faqat bir kishi kompyuter oldida qoladi. Uning barmoqlari sichqonchani bosarkan, ko'zlari qizil. U nimadir o'chirishga, o'zgartirishga, yashirishga urinadi. Bu detallarni ko'pchilik e'tiborsiz o'tkazgan bo'lishi mumkin, lekin aynan shu chiziq keyingi qismlarda portlasa, u nafaqat biznesni, balki oilaviy munosabatlarni ham ag'darib yuboradi. Chunki pul yashirilgan joyda ishonch ham yashiriladi va ishonch yashirilgan joyda sevgi turolmaydi. Ichkilik ortiga yashiringan erkakni ko'rish qiyin emas, lekin bu qism uning ichida yashirinib qolgan yolg'izlikni ko'rsatdi. Rustamning yuzida qarilik emas, charchoq bor edi. U hammadan uzoqlashib, bir burchakda o'tirardi. Hech kim unga yaqinlashmasdi. U esa asta-sekin o'z ichiga chekinardi. Bir kecha u mast holda uyga keladi. Qo'lidagi shisha butilkani stolga qo'yadi, lekin o'sha zahoti uning qo'li sirpanib, shisha sinadi. Rustam singan shisha bo'laklarga qarab turadi va birdan yig'lab yuboradi. Bu yig'i jim, og'riqli, uzoq vaqt davomida ichida yurgan narsaning birdan toshib chiqishi edi. Hamma tashlab ketgandek tuyulgan erkakning eng katta jazosi yolg'iz qolish emas, kerak emasman degan fikrga ishonib qolishidir. Rustam aynan shu chegara oldiga kelib qoldi. Onasining tushga kirishi esa shunchaki dramatik usul emas, vijdonning uyg'onishi edi. Tushda onasi unga qarab tabassum qiladi va hech narsa demaydi. Faqat qo'lini cho'zadi. Rustam uyg'onib ketganida yuzi ho'l edi. Bu yerda muallif juda nozik ishlagan. Odamni o'zgartiradigan narsa ba'zan nasihat emas, kechikib kelgan mehr bo'ladi. Rustamning e'tirofi ko'pchilik kutgan sahna edi, lekin u faqat tavba sahnasi bo'lib qolmadi. Bu yerda asl burilish shundaki, u birinchi marta o'zini oqlamadi. Aybni bo'lib tashlamadi, vaziyatni bahona qilmadi. Rustam yig'lab turib, "Men xato qildim" deydi. "Meni kechiring." Uning ovozi juda past, juda titroq edi. Xonadagi hamma jim qarab turdi. Ana shu nuqta muhim. Chunki chin tavba aynan mana shu joyda boshlanadi. Ammo men bitta narsani aniq aytaman. Bu kechirim hali to'liq yarashuv degani emas. Kechirish va yana ishonish ikki xil narsa. Rustam hozircha birinchisiga yaqinlashdi, ikkinchisiga hali juda uzoq. Ayniqsa Zulfiya masalasi hali ich-ichidan qonab turibdi. Rustam uni tilga olganida ko'zga ko'rinmaydigan bir qo'rquv chiqdi. Men kech qolmadimmi degan qo'rquv. Va menimcha, keyingi qismlarda aynan shu chiziq yana yurakni ezadi. Rustam kechirilgan bo'lsa ham, har kuni tongda turib, o'ziga o'zi, "Bugun men nimani to'g'ri qilaman?" deb so'raydi. Bu juda og'ir yo'l. Nozima bilan Farhodning kinoga borishi, kechirim marosimi haqidagi hazillari, dizayn kursi haqidagi orzulari, bularning bari qismga ozgina yorug'lik olib keldi. Kino chiptasini olish uchun Farhod bir hafta davomida tushlik qilmay pul yig'adi. Nozima esa kino oldidan juda chiroyli kiyingan edi. Ular bir-biriga qarab kulishadi, qo'l ushlashadi. Bir lahzada hamma og'ir narsalar unutilgandek bo'ladi. Lekin bu yorug'likning o'zi ham juda mo'rt. Kino tugagach, ular yana o'sha kichkina tor xonaga qaytishadi. Yana o'sha qarz, o'sha tashvish. Chunki ular hozir sevib kulayotgan bo'lsa-da, bu kulgining ortida pul yo'qligi, tayanch yo'qligi, hayot ko'nikmasi yo'qligi turibdi. Nozimaning o'qishga intilishi juda muhim detal. U kechalari chiroq yoqib dars tayyorlaydi. Farhod esa uning yonida o'tirib, jimlik bilan qarab turadi. Bu faqat vaqt o'tkazish emas, bu uning asta-sekin qaramlikdan chiqish, o'zini qayta qurish istagi. Agar shu yo'lda davom etsa, u keyingi qismlarda eng katta o'zgarishga uchraydigan qahramonlardan biri bo'ladi. Ammo agar bu orzu yana maishiy bosim ostida qolsa, unda Nozima ichidagi ezilish yanada kuchayadi. Bir kuni u dars kitobini yopib, derazadan tashqariga qarab, uzoq vaqt yig'lab oladi. Farhod buni sezmaydi. Nozima esa sezishini ham xohlamaydi. Chunki u endi kuchli bo'lishga va'da bergan edi. Qism oxiridagi zavod va maosh masalasi esa juda jiddiy xavfni tashlab ketdi. Bu oddiy yakun emas, bo'ron oldi sukunati. Maosh berilmayotgani, xo'jayin xabarsiz qolgani, hisob-kitobning chalkashligi, bularning hammasi katta inqiroz kelayotganini bildiradi.
Ishchilar navbatchilik xonasida yig'ilib shivirlashadi. Kimdir g'azablanadi, kimdir qo'rqadi. Eng yomoni, bu inqiroz biznesdagi urush bilan qo'shilib ketsa, bir nechta oilaning taqdiri birdaniga qulashi mumkin. Chunki bu serialdagi eng achchiq haqiqat shuki, pul bilan boshlangan muammo oxiri yurakka uradi. Farhod ishdan kech qaytgan kuni Nozimaga hech narsa demaydi.